Bugun xudo xolasa mana shu 6 ga to'g'ri do'konimizni jo'natamiz. Kechqurun Namanganga ketadi. Bu Farg'ona shahridan. Ko'chma do'konlarimiz hozir yangi yil arafasi. Kecha Ilyar kuni bitta chiqardik. Ya'ni yangi yilgacha 2-3 kun ichida yana ikkita uchtasini chiqarib yuboramiz. Xudo xolasa do'kon haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, buni fasadi tunuka bont qilingan. Oynalari zakalga qilinadi, birlik. Eshikniki esa 6 lik qilinadi. Yuqoriroq bo'lsa eshik og'irlik qilmaydi eshikka, lekin bu ham zakalga qilinadi. Do'konimizning eng tagidan list qo'yamiz. Yerdan zaka o'tmasligi uchun asosiy shiveller bo'lardi. Shiveller bo'lganda hech qanaqa deformatsiya bo'lmaydi. Yuklaganda ham, tushirganda ham muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa 10 marta ko'tarib, 10 marta tushirishga, 1000 kilometrgacha mashinada borishga kafolat beramiz. Do'konlarimiz chiroyli qilinyapti. Iloji boricha tashqaridan qaraganda ham chiroyli ko'rinadigan qilyapmiz. To'g'ri, narxlar biroz qimmatroq bizda, chunki yaxshiroq sifatli qilishga, sifatli material ishlatishga harakat qilyapmiz. Bu do'konni poltaxta qilamiz odatda. Poltaxtadan keyin linoleum qilamiz. Poltaxta bilan yer ostidagi mana bu tunuka bilan orasiga penoplast qo'yamiz. Devorlarimiz dekor plast qilinadi. Patolog ham dekor plast qilinadi. Dekor plast yaxshi tomoni archilmaydi, shilinmaydi, plastikka o'xshab teshilib qolmaydi. Elektromontajlari qilinadi. Elektromontajini har bir kabel uchun, rizka uchun alohida kabel tortamiz. Buni do'konda olgandan keyin egasi o'zi uchuvchilarni qo'yganda ular terib oladi. Faqat lampasini qo'ymaymiz elektromontajda. Hamma didiga qarab keyin xotirib olish mumkin, oson narsa bu. Odatda ikkitadan forchi qo'yamiz do'konlarga. Kichkina do'kon bo'lsa bitta qo'yamiz. Kattaroq do'kon bo'lsa ikkita qo'yamiz mexanizmlari bilan. 2019-yilda faoliyatimiz boshlaganmiz. O'shandan beri juda ham ko'p do'konlar qilganmiz. 500 ga yaqin. Farg'ona viloyatidagi filialimizdan, Farg'ona shahridagi filialimizdan Vodiy bo'ylab hamda Toshkentgacha, Samarqandda ham filialimiz bor. Samarqandda filialimizdan esa Navoiy, Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarga buyurtmalar yetkazib beryapmiz. Ko'chma do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosinglar hamda saqlab qo'yinglar. Qachondir sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Vodiyda bo'lsa, iloji boricha yo'l kirani hech bo'lmasa yarmini qoplab berishga harakat qilyapmiz. Mijozlarimizga oson, qulay bo'lsin deb. Do'konlarimiz biroz qimmat, lekin iloji boricha baquvvat qilishga harakat qilyapmiz. Chunki buni asosi shiveller o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Profildan ko'ra mustahkam narsa hamda deformatsiya bo'lmaydi shiveller bo'lganda. Do'konlarimiz ko'rinishi har xil, lekin oxirgi 3 yildan beri, 4 yil deyarli, 4 yildan beri mana shu fasonda ishlaymiz. Chunki mijozlarga shu narsa yoqqani uchun shu narsani qilib beramiz. Lekin do'konlarimizni har xil ko'rinishda, har xil o'lchamda qilganmiz. Eng katta do'konimiz 12 metrga 4 metr bo'lgan. 1 yilda taxminan 4-5 ta shunaqa 12 ga 4 larni qilamiz. Magazinlar uchun kichikroq. Mijoz so'raydi o'zi 7 ga 4, 6 ga 4, 8 ga 4 lar ko'proq qilinadi. Fast foodlar uchun esa kichkina, telefon magazinlari uchun esa 3 ga 4, 3 ga 5 shunga o'xshagan kichikroq o'lchamlarda qilinadi. Do'konlarimiz sifatli, sizlarga albatta yoqadi. Profillarimiz yo'qda oldingi ishlarimizni ham ko'rishingiz mumkin va bizga obuna bo'lsanglar, qachondir kerak bo'lib qolsak yoki tanish bilishingizga kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol bizni qidirib topishingiz mumkin bo'ladi.